Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Men sizlarga hozir Google account ochish tartibini ko'rsatib bermoqchiman. Sababi bundan buyog'idagi o'tadigan darslarimizda aynan Google account juda ham ko'p kerak bo'ladi. Shuning uchun oldin Google account ochishni ko'rib chiqamiz. Demak, men manzilni chiroyli qilib yozib qo'ydim. accounts.google.com signubga kiramiz. Mana shu saytga kirishlik bilan biz yangi akkaunt ochishni boshlaymiz. Demak, mana Sozat akkaunt ismingizni kiriting deyapti. Masalan, keling men o'zimda ochganman. Islombek Valijonov. Dale. Tug'ilgan kuni aytaylik 1 yanvar. E'tibor bering, 18 yoshga to'lmaganlar uchun akkaunt ochish ruxsat berilmaydi. Shuning uchun biz 2000-yil deb qo'ya qolamiz. Shunda 25 yoshga kirgan erkak akkaunti bo'ladi. Va avtomatik tarzda mana bu holatlarni taqdim etyapti. Mana shular bo'sh deyapti. Keling osongina shuni tanlab ketay qolamiz. Vaqtdan unumli foydalangan holatda. Endi parol kiriting deyapti. Parolni men maslahat bergan bo'lardim. Har doim o'zingizni esingizdan chiqmaydigan parol qo'yishligingizni hamda parolni harflar, katta harf, kichik harf, har xil simvollardan, belgilardan, raqamlardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Mana men bosh harfdan ham foydalandim, raqamdan ham foydalandim. Dale. Ana endi bu sizdan telefon nomer so'raydi. Odatda kompyuteringizda akkaunt mavjud bo'la turib, ikkinchi akkaunt ochaman deganingizda albatta akkaunt telefon raqam so'raydi. Hamda ba'zi holatlarda bu o'tmay ham qoladi. Masalan, hozir 50lik davom etamiz. Shunda siz telefonimni olib kelib oldim. Shunda siz mana shu chiqqan QR kodga telefon orqali skaner qilib, telefoningiz orqali akkaunt ochilishiga yordam berishingiz kerak bo'ladi. Endi sizlarga bu teskarisiga ko'rinmayotgan bo'lsa kerak. Kutib turasiz biroz. Avvallari Google account ochish juda ham oson edi. Telefon raqam ham so'ramasdi va pochta ham so'ramas edi. Endi siz bu yerga pochtani tiklash jarayonida aytaylik parollaringiz esdan chiqqan paytda mana shu yerga nimanidir kiritib ketishingiz mumkin. Keling buni tashlab keta qolamiz. Propustit. Mana dale va yangi akkaunt ochildi. Endi mana shu ochilgan akkaunt bilan sizlarga qanday qilib ta'limiy saytlarda foydalanish, ayniqsa o'qituvchi ustozlar uchun kerakli bo'lgan saytlardan maqsadli foydalanishni ko'rsatib bermoqchiman. Akkaunt bizga nima beradi? Akkaunt bizga mana shu ekraningizda ko'rinib turgan Google Disk, bulutli xotira, elektron pochta, Gemini deb nomlangan sun'iy intellekt, karta, Google poisklar, kalendar va hokazo hamma imkoniyatlarni beradi. Juda ham ko'plab imkoniyatlari bor. Adashmasam informatika fan o'qituvchilari ayniqsa buni juda yaxshi bilishadi. Ko'pchiligimiz Google sertifikatimiz bor va mana shu sertifikat olish jarayonida bularni o'rganganmiz, foydalanganmiz deb o'ylayman. Davom etamiz. Xo'p, ana endi biz mana shu akkauntga o'tib olamiz. Akkaunt esimizda qolishligi uchun mana
Buni olib qo'yamiz, kopirovat qilib hujjatimizga, ya'ni siz ham akkaunt ochganingizdan keyin albatta buni yo'qotmasligingiz kerak va doimiy ravishda siz ham mana bu joyga parolingizni yozib qo'yishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Men parol yoza olmayman, chunki xavfsizlik nuqtai nazaridan to'g'ri tushunasizlar. Demak, akkauntni ochib oldik. Endi bu akkauntni biz hop shunchaki ochib oldik. Endi Google'ning mana bu asosiysiga aylantirib olishimiz kerak. Buning uchun keling chiqib ketamiz. Oson yo'li. Aytaylik, sen brauzerdan kira qolay. Umuman akkaunt yo'q buni. Mana endi выключить sinxronizatsiya. Shu o'rinda aytib qo'yishim kerak. Cent brauzer ham Google'ning mahsuloti hisoblanadi. Malaka oshirish institutida o'qishda jarayonida bizlarga Jumabayev Abdulhamid domlamiz mana shu Cent brauzerdan foydalanishni ko'plab tavsiya berdilar. Kamroq reklamalar kelar ekan, foydali ekan. Biz ham shuning uchun aynan mana shu brauzerdan foydalanib ko'ramiz. Mana yangi ochilgan akkauntimiz. Demak, qarshingizda yangi akkauntlik brauzer paydo bo'ldi. Mana Islomjon Valijonov. Ana endi bundan buyog'iga darslarimizda sizlar bilan birgalikda saytlardan qanday o'tish lozimligini ko'rsatib beraman.